ekan. Boriga baraka ko'rsatuvini bilasizlar. Boriga baraka ko'rsatuv meni taklif qildi. Bordim. O'yin shunaqa bir zo'r bo'ldi. O'yin avjiga chiqdi. Haligi Mo'yno'li akamiz bor, To'xtamurod aka. O'yinni to'xtatdi-da. Ikkita xolodilnik, ikkita televizor, kir mashina, kompyuter beraman dedi. To'xtatdingmi, oldingmi shularni? To'g'ri qilgansan olib. Nima qilaman? Kompyuter, kir mashinani menga nima kerak bor? Svet bo'lmagandan keyin gaz plitani nima qilaman? Gaz yo'q. O'sha arzimagan narsalarni hammasini o'ziga oldida umridan baraka topsin. Bir mashina o'tinni hattoki uyimga olib borib berdi. Umridan baraka topsin, umri uzoq bo'lsin. To'xtamurod aka yaxshi inson ekanda. Hey, Galvar. O'shani oxirgacha o'ynab, Toshkentdan 2 xona uy yuta olmaysanmi? Uyini nima qilaman? Uyim bo'lsa bor. Yo'q, yosh tentak, 2 xonali Toshkentning markazidan uy-a. Issiq suv, sovuq suvlar bor. Maza qilib yashamaysanmi? Odam ustidan kulyapsizlarmi? O shahardagi uyda o'tin yoqib bo'lmaydi-ku. Qisqa odamsiz. Qo'ylaring.